70-75 buni bilgan biladi bu so'zni. Nima sababdan bu so'zni aytyapman? Qashqadaryoliklar, Surxondaryoliklar o'zingizlar yozib olinglar bir kommentda banglataylik mana shu videoni. Omad suvlari, katta bolalarning suvi. Aytadi, Gentra katta bolalarning mashinasi degandek, mana shu qo'limdagi Omad suvi ham haqiqiy jaydari, katta bolalarning suvi. O'zini hurmat qiladigan inson mana shu suvdan iste'mol qiladi. Juda ham yumshoq. Qashqadaryoni Chiroqchi tumanidan chiqadi aka. Mana shu bolaning mahallasidan chiqadi. Suvni bor-u, ichgan odam biladi. Mana Qashqadaryoni jaydari bolalardan kelgan va o'zimizni suvi deb shunaqangi g'ururlanib gapiryapti. Kelinglar mana shu videoni butun O'zbekistonga tanitaylik. Mana suvni butun dunyo bilsa mana shu suvni shunaqangi tanitaylikki, tan olsin. Bundan 5 yil oldin mana shu suv karantinda shunaqangi as qotgan. Bilgan biladi. Omad suviga kattakon rahmat. Bu suvni men reklama qilayotganim yo'q. Shunchaki men o'zim iste'mol qilganim uchun shu suvni men aytib o'tyapman xolos. Qashqadaryo videoni bilasiz kimga yuborishni. Banglataylik, dunyoga tanitaylik mana shu suvni. Akamiz suv olgani kelgan ekanlar. Bitta bir og'iz gapirib yuborasiz endi. Suv haqida o'zingiz haqingizda. Qishloqda qayerdansiz? Qashqadaryolik Chiroqchi tumanidan. Chiroqchi tumanidan. Bu suvni bilasizmi? Ha, bilaman aka. Qancha vaqtdan beri bilasiz? Aka tug'ilganimdan bilaman. Mashalloh, qaranglar. Bu tug'ilganlardan beri bilar ekanlar. Qashqadaryoliklar haqiqatan ham bor, men o'zim realni bilaman. Martda